Hududlarni har tomonlama rivojlantirish maqsadida har bir viloyatning alohida strategiyasi ishlab chiqilib, uning ijrosini real bajarish ishlariga kirishilmoqda. Ahamiyatlisi, strategiyada belgilangan maqsadlar aniq raqam, muddat va mas'ul bilan yozib qo'yilgan. Ijroni esa raqamli platforma orqali har bir fuqaro ochiq kuzatib borishi mumkin. Andijon va Navoiy viloyatlari xalq deputatlari kengashi sessiyalarida ayni masala kun tartibidan o'rin oldi. Andijon 2030 ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasi loyihasi ishlab chiqildi va viloyat xalq deputatlari kengashi sessiyasida muhokama qilindi. Hujjat prezident huzuridagi strategik rivojlanish va islohotlar agentligi, viloyat hokimligi va soha idoralari bilan hamkorlikda tayyorlandi. Unda belgilangan har bir maqsad, ish o'rni, daromad, uy-joy kabi yo'nalishlar aniq raqam va muddat bilan yozib qo'yilgan. Ijroni esa raqamli platforma orqali har bir fuqaro ochiq kuzatib borishi mumkin. Asosiy e'tibor aholi farovonligiga qaratilgan. Chunki iqtisodiy o'sishning qiymati ham ana shunda. U har bir fuqaroning turmush darajasida sezilishi kerak. Xalqni ichida qanday muammolari bor, uni yechimini kutib turgan muammolari, bu ana shu yo'l bo'ladimi, yoshlarning bandligini ta'minlash bo'ladimi, maktablar, ichimlik suvidagi muammolar bo'lan, bu mana shu hujjatda o'z aksini topgan. Yechimini mana shu hujjat orqali amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Strategiyada ham aynan va'da emas, natijasi bilan xalqni oldida hisobot beriladi hamda buni nazoratga olamiz. Fuqaroga ish kerak, oilaga barqaror daromad. Strategiyaning birinchi va eng yirik vazifasi ham shu: bandlikni ta'minlash va kambag'allikka barham berishdir. Strategiyaning bosh vazifasi aholini daromadli ish bilan ta'minlash, kambag'allik darajasini nolga tushirish. Andijon yoshlar ko'p viloyat. Shuning uchun biz uchun yoshlar bandligini ta'minlash birinchi o'rinda turadi. Viloyatdagi katta sanoatlar, xususan avtomobilsozlik negizida barqaror ish o'rinlari yaratiladi. Yoshlar daromadli kasblarga o'rgatiladi. Faqatgina IT sohasining o'zida 24 mingdan ortiq yoshlar daromadli ishlar bilan ta'minlanadi. 350 ming nafar yosh kasblarga o'qitiladi. Ikkinchi vazifa bu kambag'allikni tugatishdan iborat. 2030-yilga kelib viloyatda mutlaq kambag'allik darajasi nolga tushirish vazifasi qo'yilgan. Bu umumiy yordam bilan qilinmaydi, balki yordam manzilli bo'ladi. Hamma raqamlar, ko'rsatkichlar raqamli platformaga kiritiladi. Platforma orqali yashil, sariq, qizil tizimida kuzatib borish ta'minlanadi. Ish va daromad asos, lekin farovon hayot bu yaxshi maktab, shifoxona, toza suv, zamonaviy uy va ozoda muhit. Strategiya shu yo'nalishlarda nimalarni va'da qilmoqda? Har bir shahar tumanni ehtiyoji alohida hisobga oldik. Misol uchun har yili 12,5 mingdan ziyod uy-joylar qurilishi, ichimlik suvi ta'minotini bu yilning o'zida 94% ga yetkazish, oqova va suv xizmatlarini kengaytirish, har yili 3,5 ming kilometr yo'llarni ta'mirlash ishlari. Bundan tashqari elektr va issiqlik ta'minoti uzilishlarga keskin kamayish choralarini ko'rish muhim omil sifatida belgilangan. Bundan tashqari umuman ijtimoiy soha, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimida ham izchil o'zgarishlar ko'zda tutilgan. Maktabgacha ta'lim qamrovi 87,8% ga oshiriladi. Barcha tibbiyot muassasalari raqamlashtiriladi. O'rtacha umr ko'rish davomiyligi 78 yoshga uzaytiriladi. Andijon 2030 qog'ozdagi hujjat emas, 3 milliondan ziyod andijonlikning hayotini yaxshilashga qaratilgan aniq reja. Uning markazi ish o'rni, oila daromadi, toza suv, zamonaviy uy, sifatli ta'lim va tibbiyot. Ya'ni har bir oila turmushida seziladigan o'zgarishlar. Bu marralarga erishish hokimlik, deputatlar, tadbirkorlar va har bir fuqarodan birgalikdagi mehnatni talab etadi. Navoiy sanoat va konmetallurgiya yuragi, mamlakat iqtisodiyotining qudratli hududi. Biroq bugungi savol boshqacha. Shu sanoat quvvati odamning kundalik hayotiga qanday qo'shimcha qiymat beradi? Zavod oilaga barqaror daromad beradimi? Mana shu savollarga aniq javob berish uchun Navoiy 2030 ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqildi va viloyat xalq deputatlari kengashi sessiyasida muhokama qilindi. Hujjat prezident huzuridagi strategik rivojlanish va islohotlar agentligi, viloyat hokimligi va soha idoralari bilan hamkorlikda tayyorlandi. Unda belgilangan har bir maqsad aniq raqam, muddat va mas'ul bilan yozib qo'yilgan. Ijroni esa raqamli platforma orqali har bir fuqaro
ochiq kuzatib borishi mumkin. Strategiyaning bosh g'oyasi viloyatning sanoat quvvatini real farovonlikka aylantirish. 2030-yilga borib Navoiyni yuqori qo'shilgan qiymat yaratadigan eksport va aqlli shahar boshqaruvi bo'yicha mintaqaviy yetakchi, kambag'allikdan xoli hududga aylantirish. Albatta bu strategiya loyihasini muhokama qilishda shu davrgacha amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilinib, barcha viloyatimizdagi tuman shaharlar va hududlardan kelib chiqib, muammo va kamchiliklar, yutuqlardan kelib chiqib, 3 ta ustuvor vazifa yo'nalishda, ya'ni ayrim kommunal tarmoqlarning eskirganligi ma'nan, kapital ta'miri talab etilayotganligi, avtotransport oqimlarining yildan yilga juda ham ko'payib borayotganligi, qolaversa bizda Navoiy viloyatimiz yaylovga moslashtirilgan hududlar juda ham katta bo'lganligi uchun o'shandan unumli foydalanish, bu o'rinda ish o'rinlari yaratish kabi masalalar jamlangan holda mana shulardan kelib chiqib 5 ta bo'limdan iborat Navoiy viloyatining strategiyasi qabul qilindi. Iqtisodiyot va eksport viloyat uchun kuch, lekin o'sishning ma'nosi u insonlar xonadoniga, oila daromadiga, bolajonlar ta'limiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Strategiya bu yo'nalishda nimalarni va'da qilmoqda? Strategiyaning ijtimoiy o'zagi kambag'allikka barham berish va bandlik. Mutlaq kambag'allik darajasi 4.2% dan 0 ga tushiriladi. Viloyat kambag'allikdan xoli hududga aylantiriladi. Ishsizlik 2% gacha kamayadi. Ehtiyojmand xotin-qizlar soni 29 mingdan 9 mingga, ya'ni 3.2 baravar kamayadi. Har bir ehtiyojmand oila manzilli qo'llab-quvvatlanadi. Kasb-hunar, raqamli ko'nikma va o'z daromad manbai orqali ichimlik suvi bilan ta'minlash 91% ga yetkaziladi. Har yili 6.2 ming xonadondan iborat uy-joy quriladi. 2088 kilometr yo'l qurilib ta'mirlanadi. Jon boshiga yashil maydon 1.9 kvadrat metrdan 4.4 kvadrat metrgacha oshiriladi. Navoiy 2030 qog'ozdagi hujjat emas, sanoat quvvatini real farovonlikka aylantirish rejasi. U bir vaqtning o'zida 2 vazifani bajaradi. Navoiyni eksport va aqlli shahar boshqaruvi bo'yicha mintaqaviy yetakchiga chiqaradi va ayni paytda har bir oilaning ish, daromad, toza suv, zamonaviy uy va sifatli ta'limga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. Bu marralarga erishish hokimlik, deputatlar, tadbirkorlar va har bir fuqarodan birgalikdagi mehnatni talab etadi.